Mana bu nima ekan bu? Yaltirab turishi. Vo! 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 Vo, zo'r ekan gapi yo'q. Zo'r ekan. Voy jonim. Telefondan. Alo. Joni shaxsimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap, yaxshimisan? Rahmat. Sen oyoq kiyiming nechida? Razmeri? Nimaga edi? Men Toshkent moldaman, Toshkent City moldaman hozir. Shunga senga bitta oyoq kiyim olmoqchidim. Shunga so'rayotgandim. Nechida oyoq kiyiming razmeri? Voy, rostdan. Ha, rostdan. Eng qimmati ekan, bitta ekan o'zi qolgan ekan. Voy, rahmat. O'sha hozir olib o'taman oldinga. Tayyor bo'lib turgan jonim. Xo'p, jonim. Bo'p, telefon qilaman kerak. Bo'p. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisan? Senga oyoq kiyim olib kelgandim, qaragan. Zo'r mana. Kiyib ko'rgin bitta. Voy, jonim, bu eskimasmi? Ya, endi modniy narsalar shunaqa eskiga o'xshab, mana qilingan bo'ladi, tushunarsan? Sen kiyib ko'rgin. Sen oyog'ingga mos o'zi razmerdan oldim. Qaragin, zo'r o'zi. Vo, naskilaringdan sani qaragin, anaqa tushganda mosligan. U o'tga borib restoran, kafelarga borish kerak unda. Vo, qaragin zo'rligan. Yarashganni qara. Hozir vaqtim yo'q-da. Men ham hozir vaqtim ham yo'q. Bir past turib borarmiz. Qara, senga yarashganni zo'r bo'ldi. Chochingdan sani jonimdan. Rahmat, kattakon jonim. Bo'ldi. Sen uchun harakat qildik jonim. Bilarsan yaxshiligimizni. Rahmat, yarashdimi? Ha, yarashdi. Kechroq kelarman oldinga. Xo'p, jonim.